O'zbekistonning barcha viloyatida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Bizning kanalimizda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, O'zgidromet markazi 21-iyul kungi ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Shamol shaxdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduz esa 30-35 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 24-29 daraja, kunduzi 33-38 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi 33-38 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha ham kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 27-32 daraja, kunduzi esa 38-40 daraja bo'ladi. Namangan, Farg'ona viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Harorat kechasi 24-29 daraja, kunduzi 34-39 daraja bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting. Biz sizga eng saralini taqdim etishda davom etamiz. Xayr, salomat bo'ling.